Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomizda biz onlayn do'konlar turlari va mahsulotlarni buyurtma berish haqida gaplashib o'tamiz. Onlayn do'kon nima bu o'zi? Hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalar davrida onlayn do'konlar bu platformalar va veb-saytlar orqali buyurtma beriladigan mahsulotlarga to'xtalamiz. Ya'ni bu misol uchun Uzum Market, Yandex, AliExpress, Amazon. Ya'ni bularning hammasi onlayn platformalar orqali mahsulotlarni buyurtma qilamiz. Buyurtma berish jarayoniga to'xtalsak, buyurtma berishda mahsulotlarni tanlaymiz, sifati va narxlarini bir-biri bilan solishtiramiz. So'ngra kommentariyalarni o'qiymiz, mahsulotlarning qanaqaligini bilib olishimiz mumkin va ularga karta orqali yoki onlayn hamyonlar orqali va yoki mahsulotlarni qo'lga olganda ham to'lov qilishimiz mumkin. Mahsulotlarni yetkazib berish kuryer yoki pochta orqali ko'rsatiladi. Onlayn do'konlar turiga to'xtalsak, eng mashhurlari B2C, ya'ni kompaniya va iste'molchi o'rtasidagi aloqadir. Ya'ni bunday kompaniya mahsulot ishlab chiqaradi, iste'molchi qabul qiladi. Keyingisi C2C, ya'ni bu iste'molchidan iste'molchiga o'tish mahsuloti. Ularga OLX yoki Telegram bozorlarini misol keltirishimiz mumkin. Xulosa qilib aytganimizda, hozirgi kunda rivojlangan texnologiya davrida hatto dam olish payti ishda, korxonada ham, o'tirgan holda ham onlayn buyurtma qilishimiz mumkin. Ularning eng foydali jihatlari 24 soat onlayn ishlaydi. Bugungi videomiz shunday.